Lenovo kompaniyasi 40 yillik gigant hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Bugun ham foydali ma'lumotlar berishda davom etamiz. Lenovo kompaniyasi haqida. Avvalgi nomi Legend bo'lgan. Bu 1984-yil 1-noyabr Xitoyning Pekin shahrida tashkil topgan va 1990-yilda ular o'zining ilk kompyuterini ishlab chiqarib, ommaga taqdim etgan. Va jahon bozoriga chiqish maqsadida 2003-yil nomlarini Legenddan Lenovoga o'zgartirishgan. Lenovo avvalgi Legendni ikki harfi L va Novadan tashkil topgan. Nova yangilik degan ma'noni anglatadi va 2005-yili jahon bozorida IBMdan ZinePad seriyasini sotib olishadi va bu o'ta katta yutuqlarga erishadi. 2013-yilga kelib 1 yil davomida eng ko'p kompyuter sotgan kompaniyaga aylanadi. 2013-yil hisobi bo'yicha 2014-yil Motorola'dan mobil yo'nalishni ham sotib oladi. O'zlari endi telefon ishlab chiqarishni boshlashadi. 2020-yilga kelib kompyuter sohasida 5G tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydigan Lenovo Yoga seriyasini ishlab chiqarishadi. Bu esa kompyuterlar orasida eng birinchi 5G tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydigan kompyuter bo'ladi. 2024-yildan beri sun'iy intellekt sohasida ham faoliyat olib borib kelyapti. Bu Lenovo tarixi haqida qisqacha video edi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang va yaqinlaringizga yuborib qo'ying.